Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Men Shvetsariyadaman. Rixnachfahel degan shaharda. Mana Rixnachfahel. Vodopad. Bitta super vodopad bor ekan. Buni firmaga kelganman Vygors'ga. Plastik olib keldim. 38 ming yevrolik plastik olib keldim. Granula. Aytdi. Maqtashayotgan vodopadini ko'rib qo'yaylik. Atellab yoniga kelib qolibmiz. Mana pul to'lab ham kelolmayapti. Qayerda ekan vodopad endi? Qayerdan ko'rsak bo'lar ekan? Mana Shvetsariya. Pastda ekan. Oho, hali ancha bor ekan. Sekin tushib olay pastga. Mana do'stlar, havas qilinglar. Men Shvetsariyada vodopadidaman. Xullas. Havas qilgani erishsin. Suvda tinchligini qarang. O'sha chek bosadi. Bunga qanaqa chiqish bor ekan hayronman. Toshni sesish bor. Pasta parkdan yaqinroqga boshqa bo'lar ekan vodopad. Shvetsariya. Oymi? Mana shular maza qilib yashayapti mana shu yerda. Vodopaddan olib maza qilib yashashyapti o'sha odamlar. Shu uylarda. Qaranglar. Tiyolib poyezddan ketyapti buni. Qo'yli, ash tarafga beshib ketdim lekin. Mashalloh. Mana shu yerda. Mana bitta dahshatdagi. Kema deylar, maza qilyapti hammadan. Pastga qarab tushish kerak ekan. Pastda bigva cho'tki ekan. Uni o'sha yoqqa tushamiz hozir. Mashalloh, mazami. O'sha yoqqa tushamiz hozir. Kemasdan ham suzish kerak. Nay tarafga ekan kemasiz. Qo'ying. Pastga tushaylik. Pastdan ko'rinishini qaranglar. Shvetsariya bayrog'i titrayapti. Lisensiyadan qanaqa chiqyapti endi? Daryodan aylanib o'tish kerak ekan. Nay tarafdan ekan mana lisensiyaga chiqib. Vodopadda o'tasiga. Qo'ylar. Mashallah, tevadan pastga chiqdi. Bu bog'larda qaranglar. Ko'plar yig'ayla bog'larda. Ko'rmayapti. Bog'lar tinchli. Shvetsariya bog'lar. Maza qilyapti o'zi. Ko'rayapti, kelyapti. Oila.
Mana maza qilyapti-da. Qattiq ekan shuni 30 minutda Andigo Pet Free frank. 30 minutda 5 frankka 30 minutda. Qaranglar, dahshat. O'sha o'rtasiga chiqish kerak. O'rtasiga chiqish uchun kemada borar ekan. Kemada borish kerak. Mana kema o'sha yoqqacha olib borar ekan. Keyin o'tga tushirib qo'yar ekan. 30 minut o'sha tomosha qilar ekan. Keyin olib ketar ekan qaytarib. Juda obratni ekan bilet. Qo'y. Uni o'sha yoqda chiqish kerak ekan odamlar ketyapti. Qo'ylar. Mazami? Uni kema kelib, aytdi odamlar olib ketdi. Agar u kelmasa, aytdi odamlar qolib ketar ekanda. Hozir nech pul bersang, berishga ham tayyor endi, ular qolib ketmaydi-da. Bittasi qiyiq qo'yadi. Hamma shu qo'yaga chiqyapti. Lekin qo'ya qolish kerak. Paraxodlarda har xil ekskursiya programmasi bor shekilli. 5 frank, shvetsarskiy frankka 30 minut aylantiradi. Qo'ylar o'shadan chiqiladigan punktda. Men hozir yukimni tushirib olsam, qaraymiz vaziyatga. Maza. Havo 20 gradus. Hamma maza qilib dam olyapti. Qo'y. Aytdi. Qanchasini bayroq, kimlarni bayroqlarni osib qo'yishdi. Bizim bayroq yo'q ekan. Eng qizig'i, tevada ko'prikdan poyezd o'tar ekan. Eng zo'r joyi shu ekan. Aytdi, suv tegirmoni bor ekan. Buni o'tkazib yuboribmiz. Fotoapparatga qarab biz suv tegirmoniga qaramabmiz mana. Eski suv tegirmoni. Oila. Suv universiteti ishlaydi. 1864-yilda qurilgan ekan suv tegirmoni. Lekin o'sha tog'i qiyarlikka chiqadigan zo'r joy ekan. Balki bir kun vaqtni sarflab olib ketishdi. Maza.